Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va mehmonlariga mana bu xudo xolasa Xo'jand No'rayon yangi nomi Spidamenga yetib kelganmiz. Bu yerga kelishdan maqsad akalarimiz po'kogidan tiyaga chiqarishar ekan. Mana bunaqangi tiyagalar tayyor holatda ustiga mramorni kvarts pesoklar yotqizib tayyorlashar ekan. Vakillarimizni talabi kafelniklar rodbun shpakilovka ishlab chiqarish talab shunga sпрос bo'lgani uchun apparatlarni yasatishdi bizga. Apparatlarni Tojikistonga yetib kelgan, xudo xolasa qo'yib to'kiga ulab yurg'izib qanday foydalanadi hamma instruksiyasini berdik. Akalarimiz endi mahsulotlarini ishlab chiqarib yo'lga qo'yishadi xudo xolasa. Hozir bu apparatlar to'kka ulab puskana latkasini qilib qo'ydik. Mahsulotlar yo'q ekan, olib kelishsa yurg'izib syomka tashishaman deyishdi. Kimga mana shunaqangi kafelniklar, rodbun shpakilovka uchun abordiyonalar kerak bo'lsa, mana shu ekran tagidagi raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana apparatlarimiz tepasi krishkalari ochiladi, огражденияsi bor, texnika безопасность. Tozalash uchun qornilari ham ochiladi. Bemalol tozalasizlar, qoplaydigan fasovkasi o'zida joylashgan tagida mana bu yerga qop qo'ymasdan chiqazib ko'rdik, hammasi chotki. Xullas kimga shunaqangi uskunalar qiziq bo'lsa, ekran tagidagi raqamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Kafelniklar, rodbun shpakilovka ishlab chiqarish uchun mana shu eng byudjetli variantdagi abordiyonalar shu ikkalasi bittadan mahsulotga mo'ljallab qilindi. Eng arzon, eng byudjetli variant shu bo'ladi. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.